Baliqchi shahridagi 3-sonli Abdullayev nomidagi maktab o'quvchilari noma'lum gazdan zaharlandi. Hozirda 5 o'quvchi shahar kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolgan, 5 nafar esa travmatologiya bo'limida. 2 o'qituvchiga va 2 o'quvchiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirishicha, voqea 17-aprelda tushga yaqin bo'lgan. Voqea sabablari bo'yicha hozircha qo'shimcha ma'lumot berilmadi. Hozirda o'quvchilar qanday gazdan zaharlangani aniqlanmoqda. Militsiya tekshiruv ishlarini boshladi. Suzoq rayonidagi Taranbazor qishlog'ida yer ko'chib, 12 oila boshqa joyga ko'chirildi. Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirishicha, 17-aprelda tushga yaqin ko'lami 192 ming kub metr yer ko'chgan. Tuproq uylarga 300 metr qolganda to'xtagan. Xavfli joydagi uylarning egalari yaqinlarnikiga ko'chishdi. Shu kunlari yog'ingarchilik sababli Chuy va O'sh, Jalolobod oblastlarida suv toshqini, yer ko'chki xavfi kuchaygan. O'zgan rayonida 5 uyni tuproq bosib qoldi. Yashovchilar chodirlarda istiqomat qilishmoqda. Ayrim yo'llarga tuproq tushib, qatnov to'xtagan. Prezidentlik saylovi joriy yilning 19-noyabrda o'tkaziladi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi bildirdi. Unda Konstitutsiyaning 48-moddasining 1-qismiga ko'ra saylov prezident saylangan muddatdagi vakolatlari tugagan yili noyabr oyining 3-yakshanbasida o'tkaziladi va saylov kunigacha 4 oy qolganda kechiktirmasdan Jo'g'org'i Kengash tomonidan tayyorlanadi, deb aytiladi bildiruvda. Aytilishicha, oldingi prezident saylovi 2011-yili 30-oktyabrda bo'lib o'tgan. Qirg'iziston Respublikasi prezidentining 6 yillik muddati 2017-yili tugaydi. Endi qirg'izistonliklar Qozog'istonda 30 kun ro'yxatsiz yura oladi. Prezident Almazbek Atambayev qirg'izistonliklarning Qozog'istonda yurish qoidasi to'g'risidagi protokolni ratifikatsiya qildi. Kelishuv ikki o'lkaning hukumati tomonidan 2011-yilning may oyida qabul qilinib, joriy yilning 17-oktyabrida o'zgartirish qarori chiqqan. Unga ko'ra, qirg'izistonliklar Qozog'istonda 30 kungacha ro'yxatsiz yura oladi. Faqatgina yashagan yeri to'g'risida ma'lumot berishi kerak. Bunday yengillik Qirg'izistonda yurgan qozog'istonliklarga ham berilgan. Qonun rasmiy e'lon qilingandan keyin 7 kun o'tib kuchga kiradi. Qozog'iston prezidenti mazkur kelishuvni hozircha ratifikatsiya qilmagan. Qirg'iziston O'zbekiston turizm yo'nalishi bo'yicha $2 million shartnomani imzoladi. Bu haqda Tashqi ishlar ministrligining vakili Ayimqan Kulikeyeva xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday shartnoma Toshkentdagi dam olish dunyosi deb nomlangan xalqaro ko'rgazma asosida imzolangan. Umumiy summasi $2 million dan ortiq 200 ga yaqin shartnomalarga va kelishuvlarga qo'l qo'yildi. Bu Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchiligining tashabbusi bilan uyushtirilgan. Kulikeyevaning ta'kidlashicha, Qirg'iziston bu ko'rgazmaga birinchi marta ishtirok etmoqda. O'sh shahar sudi 11 yoshdagi qizni majburlashga harakat qildi deb ayblangan fuqaroni oqlab sud zalidan ozod qildi. Bu haqda Qilim Shami huquqni himoya qilish tashkilotining yetakchisi Aziza Abdurasulova jurnalistlarga bildirdi. O'tgan yili yozda Navqat rayonida 11 yoshdagi qizni 30 yoshdagi hamqishlog'i majburlashga harakat qilgani aytilgan. Unga 10 yoshdagi singlisi to'sqinlik qilib, zo'ravonlik amalga oshmagan. Qizning ota-onasi rayon prokuraturasiga murojaat qilishgan. Jinoiy ish qo'zg'alib, materiallar sudga o'tgan. Keyinchalik zo'ravonlikka uchragan qizning oilasi gumondorning yaqinlari tazyiqi sababli qishloqdan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Aziza Abdurasulova sud qaroriga rozi bo'lmay, oblast sudiga arzlanishlarini bildirdi. O'shdagi Sulaymontog' muzeyida yomg'ir yoqqan kunlari suv tushib, eksponatlarni saqlash qiyin bo'lmoqda. Xodimlar tomchi o'tgan joylarga chelak qo'yib, tarixiy buyumlarni u yoqdan bu yoqqa jildirish bilan vaziyatdan chiqishadi. Boshqa joyga ko'chirishga imkon bo'lmagan eksponatlarni esa ustini yopib qo'yishadi. Natijada buyumlar namlanib, asl holatini yo'qotish xavfi bor. Vaziyat jiddiy ekanligini Madaniyat, axborot va turizm ministri Tug'olboy Qazaqov ham bildirdi. Vaziyatdan chiqish uchun qanday ishlar olib borilmoqda? Muxbirimiz bayon qiladi. Сулаймонтоо Үңкүр музейинде кыш ичи кардын суусу тамып, кызматкерлерди кыйла жүдөткөн. Эми жаз айында жаанчыл болуп, күн арада экспонаттарды жылдыруу менен убара. Антпесе тамчы суулары тарыхый буюмдарга залакасын тийгизип, өз калыбын жоготушу мүмкүн. Ошол себептүү үстөн жаап сактап жатышат. Бирок минтип көпкө чейин сактоо өтө мүшкүл.
Тамчы суулары жерге жайылып, экспонаттарга жетпеши үчүн чакалар да коюлган. Кызматкерлердин ментеп абалдан чыгып келе жатканына бир топ жыл болуптур. Барган сайын жылчыкчалар чоңоюп отуруп, тамчы өтчү жерлер да көбөйгөн. Көйгөйдүн жаралышына суу чыкчуу түтүктөрдүн тосулуп калганы себеп. Ушул суу тамчыны мындай ичинен илгери жасалганда, жаңы жасалганда баары булардын эмеси бар. Суу агып сарылып кете турган жерлер. Азыр ошолор баары толуп калып, суулар прямой тамчылап атат да. Естественный нерселерди кое албайбыз. Анан немелер уникалдуу нерселерибиз бар көргөзө турган. Ошолорду көргөзө албай атабыз да, ошо суунун айынан. Түптөлгөнүнө 40 жыл болгон музей бир да жолу капиталдык ремонттон өтө элек. Болгону Оштун 3000 жылдыгына карата мындан 17 жыл мурун жеңил оңдоодон өткөн. 2 жыл мурун республикалык бюджеттен кайрылуунун негизинде 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Ал акчада ремонттоо иштерине гана жумшалган. Ал акчага музейдин ичиндеги шубактары, ошол тепкичтери жана алдындагы автоунаа токтоочу жайдагы асфальттар басылып оңдолгон. Музейдин абалы боюнча өкмөткө билдирүү жиберилген. Учурда маселе каралып жаткандыгын Маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков билдирди. Ал качан каралып, качан чечилерин тактап өткөн жок. Биздин адистер бул маселени билет. Бизде титулдук лист деп коет. Ошондо зарыл жасала турган иштердин тизмеси бар. Биз аны өкмөткө бергенбиз. Ошонун ичинде ушул Сулаймантоосунун музейдин дагы акыбалы бар. Bundan башка да көп объектилер бар. Ошонун баары чогуу каралат деп атабыз. Сулаймантоо Үңкүр музейиндеги суу чыккан түтүктөрдү оңдоо боюнча кайрылуу жиберилгенин эске албаганда такыр аракет көрүлө элек. Ошол себептүү керектелчү чыгымдын суммасы эсептелген эмес. Бирок музейдин өзүндөгү адистин аныктоосу боюнча чоң акча талап кылынат. Эске салсак, Сулаймантоо Үңкүр комплекси 1978 жылы курулган. Учурда 500 экспонат сакталуу. Гүлзада Турсунбаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.